Ana yaxshilab qaranglar-chi, o'lganmikan? Hop bo'la. Nafas olyapti, 100% o'lgan. Ishqilib ayyorlik qilmayaptimi? O'lgan. O'lgan. Ketdik unda. Yo'q, bermaydi. Xotinim telefon qilyapti. Ha, xotin. Ha, urishdamanmi? Ya urushda nima qiladi? Urushadi-da, xotin. Nima deganing u? Ya o'ynab yuribmanmi men? O'ynab yuribmanmi? Nima ishonmaysan? Qiziq ekan. Hozir mana gapirib yuboringlar. Ha, yanga. Ha, gapiring, normal gap. Ha, keling, xavotir olmang, yeringiz urushda. Bo'ldimi? Ishondingmi endi? Ha, qaytaman onasini emas, shu urushdan omon qaytsam qaytaman. Bo'ldi, o'ldiravringlar onasini. Ahmoqsan-da, ahmoq. Shu 5 minut telefonni ko'tarmaganingda o'lgan deb o'ylab biz ketyaptik, ha? Ha? Hozir telefonni ko'tarmasam, xotinim meni o'ldirardi. Xotinni qo'lida o'lgandan ko'ra, nemis qo'lida o'lgani ma'qulmi? Ha, otinglar. Yada otma, mana yerdan ot, nasmiyat o'lay. Peshanadanmi? Ha, mana yerdan ot. Ay!